Yanvar oyida tug'ilganlar hayotda anchagina bardoshli insonlardir. Ular har qanday qiyinchiliklarga sabr bilan bardosh berishadi va uni yengib o'tishadi. Ko'ngilsizliklardan to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qilishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni ichki dunyolari juda chiroyli bo'lib, ular ko'pincha orzu qilishdan umuman charchashmaydi. Bu insonlarning ko'rinishi qanchalik jiddiy bo'lmasin, lekin ular ich-ichidan muloyim va rahmdil insonlardir. Ular hayotda ko'pincha do'stlariga sodiq inson bo'lishadi va doimo yangi do'stlar orttirishga harakat qilishadi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlarni sindirish va xafa qilish juda oson. Lekin bu insonlar tezda oyoqqa turib, unga qilingan barcha yomonliklarini unutib yuborishadi. Yodingizdan chiqarmang. Yanvar oyida tug'ilgan insonlar bir ishni boshlasa, ular doimo oxirigacha kurashib, o'zlari boshlagan ishni oxiriga yetkazadi. Ularni hech kim bu yo'ldan qaytara olmaydi, chunki ularning ko'pchiligi ruhan erkin insonlardir.